5-zabur. Ijrochilar rahbariga nay jo'rligida aytiladigan Davud sanosi. So'zlarimga quloq tut, ey egam. Diqqat qilgin nolalarimga. Eshitgin, madad so'rab iltijo etaman. Sen ham shohimsan, ham xudoyimsan. Shu bois senga ibodat qilaman. Ey egam, tong chog'i ovozimni eshitasan. Subhidamda senga yolvoraman. Sendan javob kutaman. Qabihlikdan mamnun bo'lmaydigan xudosan sen. Senga mehmon bo'lolmas gunohkor inson. Takabburlar huzuringda tura olmaydilar. Hamma badkirdorlarni sen yomon ko'rasan. Yolg'on gapiradiganlarni sen qirib tashlaysan. Ey egam, qonxo'r, yolg'onchilardan sen jirkanasan. Men esa sodiq sevgingning mo'lligi sabab sening uyingga kiraman. Muqaddas mabadingda ta'zim qilaman. Qo'rquv ila senga sajda qilaman. Naqadar dushmanlarim ko'p, ey egam. Odilliging bilan meni so'qmog'ingdan yetakla. O'z yo'llaringni menga ravshan qil. Dushmanlarim og'zidan haqiqat chiqmaydi. Ularning yuraklari baloyu ofatdir. Ochiq qabr kabidir og'izlari. Tillari xushomad qiladi. Ey Xudo, ularni jazolagin. Yomon niyatlari o'zlarining boshiga yetsin. Ular senga qarshi isyon qilganlar. Gunohlari ko'pligi uchun ularni haydab yuborgin. Senda panoh topganlarning hammasi sevinsin. To abad shodlikdan ular kuylasin. Ularni sen himoya qilganing uchun seni sevganlar sevinch ila jo'shsin. Ey egam, sen solih kishilarga baraka berasan. Sening himmating ularni qalqonday himoya qiladi.